Oilamga rosa yoqqanligi uchun obed yoki ujinga doim mana shu juda ham mazali sochni quymoqli kotletlardan tayyorlab beraman. Demak, kotlet uchun qirg'ichdan bir donadan kartoshka, qizil sabzi, piyoz va 2 ta tish sarimsoq piyozni o'tkazib olamiz. 350 gram qiymaga qirg'ichdan o'tkazilgan sabzavotlar, 100 gram yuvilgan guruch, tabga ko'ra tuz, zira, murch qo'shib, hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz. Ushbu qiymadan 10-12 ta dona bir xil kotletlar yasab olishimiz kerak bo'ladi. Quymoq uchun 3 ta osh qoshiq unga 2 dona tuxum va tabga ko'ra tuz qo'shib, quyuq bo'lmagan quymoqni tayyorlab olamiz. Endi kotletlarimizni quymoqga belab, ozgina yog'da hamma tomonlarini qizartirib qovurib olishimiz kerak. Qaylasi uchun ozgina yog'ga 1 bo'lak sariyog', 1-2 ta tish sarimsoq piyoz, 1,5 osh qoshiq tomat pastasi, 2 osh qoshiq shakar hamda tabga ko'ra tuz qo'shib 2 daqiqa qovuramiz. So'ng 1-1,5 kosa suv quyib, shu sousga kotletlarimizni terib chiqamiz. Kotletlar 35-40 daqiqa dimlab pishiriladi. Ovqatim pishguncha bir dunyo tushgan idishlarni yuvib olaman degandim, aksiga olib qizim polga kraskani suvini to'kib yuborsa bo'ladimi? Yana ish ustiga ish. Yaxshiyamki bunaqa holatlar uchun menda bitta zo'r yordamchi bor. Bu pol artish uchun mo'ljallangan arena tozalash vositasi. Uni bir necha turi mavjud. Menga aynan mana shunaqa fransuzskaya lavandasi ko'proq yoqadi. Oxirgi paytlarda ushbu tozalash vositasi bilan hattoki qiyin ketadigan kir va dog'larni ham osongina artib tozalayapman. Qaranglar, bitta artishimni o'zidayoq hech qanaqa izla qoldirmasdan pollarim yaltirab, uyimga esa xushbo'y lavandani hidi taraldi. Bu orada kotletlar ham tayyor bo'ldi. Buni ustiga ko'katlarni sepib, o'zimizga yoqqan garnirlar bilan dasturxonga tortamiz. Juda ham mazali sochni kotletlar bo'lib chiqadi. Aniq bilaman, bu taom albatta oilangizdagi barchaga yoqadi. Shuning uchun siz ham tayyorlab ko'ring. Dasturxoningiz fayzli, taom va pishiriqlaringiz esa doimo shirin bo'lsin. Keyingi videolarda hayvonni ko'rishguncha xayr.